Muxlislar zerikarli aka. Endi futbolni biz sevib o'ynaymiz, lekin ko'proq ular uchun o'ynaymiz-da, futbol. Muxlislar xursand bo'lishi uchun. Masalan, kimdirdalar nastreniya masalan ichidan yomon bo'ladi-da, biz o'yinga keladi. O'sha o'yinda sizdan qanaqadir o'yiningizdan mahrum bo'lishi uchun o'ynaysiz. Что xursand qilish uchun o'ynaysiz-da, muxlis nima bo'lsa ham, kayfiyatini ko'tarish uchun. O'sha ham savobda bir tomondan kimgadir xursandchilik ulashasiz-da kimgadir. U muxlislar bilan o'ynash emotsiyali-da, qiziq вообще. Emotsiyasi. Endi men sizga hozir aytolmayman u emotsiyani. Любой bitta o'yinda ham, masalan, Namanganda bo'lgansiz, albatta bilasiz. Derbilarda ham bo'lgansiz. Shunaqa. Aka u eyforiyasi bor-ku, bir 2 kun tarqalmaydi-da, eyforiyasi derbilardan keyin yutib olsangiz o'sha o'yinni. Eyforiyasi. Tem bo'ldi oxirgi o'yin Andijon bilan o'ynaganmiz o'tgan yili. Mana shu nasib qilmadi endi o'ynash. Jarohatda. Lekin men yutdik, baribir shunaqa xursand bo'lasiz. O'sha eyforiyani ichida bo'lgish keladi-da. Lekin o'tgan yil oxirida jiyani furib ketgan-ku. Voy aka ishoning, u boshqacha emotsiya-da. Va sizga futbol mana shu kunga qadar bergan eng zo'r emotsiyani tasvirlab bera olasizmi? Eng zo'ri. Eng zo'ri o'sha bo'lgan. Endi Qizilqumda masalan Qo'qonga qarshi o'yin gol urganimni shunaqa emotsiya bo'lgan, lekin mana bunaqa eyforiya bo'lmagan. Yonib ketib qolgani baribir shu vodiyda. O'zim yo'qotib qo'yganman-da, to'g'risi. Ishoning, men pas beryapman, Rusya gol uryapti. Men shunaqa yuguryapman balishlarga qarab, endi masalan o'yinda o'tiribmiz, faqat davleniya bo'lyapti, Andijon tomonidan faqat davleniya bo'lyapti. Endi ichingizda aytasiz, hozir masalan Alloh yuzim yorug' qilgan, mana shundan oldin yuzimiz yorug' bo'lib ketaylik. Oxirida 90 plus urib ketganmiz. Shunda urib ketganmiz. O'yindan bir kun oldin Rusya bilan biz aniq qilganmiz. Ertaga jigar deb gaplashamiz-da. Agar ertaga gol ursak deganmiz, bundoq qilamiz deganmiz. Mana shu borasida yaxshi niyatda qilganmiz-da, mana shuni qilamiz, gol ursa, kim gol ikkalamizdan bittamiz gol ursa, nishonlaymiz birga deganmiz. Shunda gol, men pas beryapman, Rusya gol uribdi. Menimcha hayotingizdagi eng zo'r assistlardan biri bo'lsa kerak bu. Shu gol ham juda chiroyli gol bo'lganda. Shuni yuguryapman borku. Voy, anu balish o'zini tashlab olgan, ishoning bizga qarab. Jinnov qo'yganman lekin. U emotsiya ishni bera olmaydi, unaqa. Adashmasam o'shandan keyingi o'yinda banner ko'tarishganda o'sha rasmiylarni qo'yib. Yana derbi bo'lganda, yana derbi. Biz chiqqanmiz polega, Namanganga qaytganmiz. Endi hamma balishlar rahmat dotdi. Xursand bo'lasiz bir tomondan. Juda xursand bo'lasiz. Polega chiqqanmiz. Bunda o'tiribmiz, endi o'yin boshlanyapti. Shunda suyistok bo'lishi yaqin banner chiqib ketdi-ku, men bilan Ruslanning rasmi. Voy, etlarim jivirlab ketgandi. Hali o'yin boshlanmadi. Yo'q, o'yin boshlangan, etlarim jivirlab. Endi ular uchun jon bergisi keladi-da, ko'proq o'shalarni xursand qilaydigisi keladi. Yonasiz-da, ichingizdan yonib ketasiz-da. Unaqa kuchli narsa bera olmaydi aka.